Qurib bitqizgan xonadonimiz bitta. Xudo xolasa o'zingizlar baho berib yuborasiz. Qani mana oshxonamizni ko'ramiz. Mana xudo xolasa mana oshxonamiz bitta chiroyliligini baho berasizlar. Minimalizm uslubida har bitta detaliga akkuratniy qilib berilgan. Hamma detallari blum qo'yilgan. Ahamiyat qilasizlar, egasiga ham yoqdi bu narsa. Mana har bitta detaliga blum qo'yilgan. Xudo xolasa inshaalloh bu obyektimizni minimalizm uslubida bitirdik. Uy egalariga juda ham ma'qul bo'ldi. Xudo xolasa inshaalloh kim yaxshi niyat qilib uy qurdiraman desa, yo remont qilaman desa, baribir buvilarimiz bor, kenaylarimiz bor, qizlarimiz, ayollar yaxshi niyatda to'ylar qilib uylar quramiz desa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa xizmatdamiz.